Kimga mana shu texnikalarimiz yoqqan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham bor. Assalomu alaykum, Arzon texnikalar akkauntini hurmatli obunachilari. Bizdagi rabochiy texnikalarning narxini sizlarga aytib o'tamiz. Bitta tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana bu xonamizda rabochiy texnikalarimizni terib qo'yganmiz. Birinchi kanislarimizdan boshlaymiz. Elektrovoz firmasiga tegishli PB7300 kanisimiz $350. Bu original kanis. Hozir chiqayotgan Xitoylar bilan adashtirib qo'ymaylar. Mana regulyatori mana bunday bo'rtib chiqqani bo'lsa, tozasi bo'ladi. Bu yerda 5300 P5300 miz bor, bu P7300 bilan narxi $350 dan. Bu yerda Pudon original kanisimiz bu. Bu yerda bu kanisimiz 2 ohmga ham ishlaydi. 1200 modeli ekan. Bu kanisimiz 3 kW kuchga ega. Buni narxi $250. Bu yerda bo'lsa Behringer firmasiga tegishli bo'lgan TM750 har bir kanaliga 750 wattdan, ya'ni 1,5 kWlik kanisimiz. Buni narxi 2 million so'm. Bu yerda mana peshalka kolonkalarimiz bor va prosessorlarimiz bor. Xo'p. Bu yerda bo'lsa mana DJ kontrollerimiz bor. Buning narxi 700 ming so'm. Buni bir ustaga ko'rsatish kerak, yonmayapti, to'g'risini aytyapti sizlarga. Bu yerda mana MNS peshalkalarimiz bor. Buning narxi 2 million so'm. Bir juftini mana shu ruperlar bilan narxi shunday. Bu yerda 15 dyumli original fermenli kolonkalarimiz bor. Buning narxi $300. Buni telefon qilsanglar batafsil ma'lumotini beraman, mana shu ikkalasi. Xo'p. Bu yerda bo'lsa sho'r mikrofonimiz bor, 700 ming so'm, ikkitalik. Bu yerda bo'lsa TBX 223 XL original variantidan bor, bu Rossiyadan kelgan. Buning narxi $100. Xo'p. Bu yerda bo'lsa Behringer. Bu Behringerimiz kompressor vazifasini o'tadi, ya'ni pultdagi kanallarni bagati barqitni qilib beradi. Va bu yerda bo'lsa DBX 231 equalizerimiz bor. Bular professional o'zi equalizerlar, katta palasi. Xo'p, xohlagancha kanallaringizni nastroyka qilsanglar bo'ladi. Bu yerda peshalkalarimiz bor. Mana shu peshalkalarimiz to'rtalasi donasi 250 ming so'mdan 500 ming so'm, ya'ni tuxum peshalkani effektini beradi. Mana magnitlarni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Bu yerda aktivniy pultimiz bor, sar pultimiz, USB flashka, aux va 10 ta mikrofonga kanali bor. O'zini kanisi ham bor. Narxi 2,5 million so'm. Bu yerda bo'lsa Grand pultimiz bor. Buni narxi original pultimiz narxiga keladigan bo'lsa 1,5 million so'm kelishgan joyi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerdagi ikkita MF firmasiga tegishli 500 wattli kolonkalarimiz, bular 1 million so'm ikkalasi. Bu yerda bir dona niza, bir dona sredinamiz bor. Bularning narxi 1 million so'm ikkalasining narxi. Xo'p, akalar, kimga qiziq bo'lsa, mana shu yerdagi rabochiy tovarlarimiz bor. Xo'p. Mana buni ko'rsatish esdan chiqibdi. Bu yerda Melody M50 mikrofonimiz bor. Buni narxi chamadoni bilan 1 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, akalar telefon qilasa raqam qoldiramiz.